Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlarimiz Allohning salom va mag'firati barakat olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 41-cho'ng gunoh taqdirni yolg'onga chiqarish. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo sura Qamarning 49-oyatida mundoq deydi. Biz haqiqatan hamma narsani taqdir bilan o'lchamlik yaratdik. İbn Javzi o'zining Zadul Masir nomli tafsirda bu oyat ustida to'xtalib, uning nozil bo'lish sababi haqida bundoq ikki xil qarashni o'tirib qo'ydi. Biri Makka mushriklari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, taqdir haqida uning bilan talash-tortish qilgan edi. Bu oyat nozil bo'ldi. İmam Muslim, Tirmizi, İbn Majah ve Ahmet rivayet kılgan. İmam Ahmet. Ebu Umame'nin rivayet kılışça bu ayet takdirini inkar kılıdığan Kadariye Tayyipsi hakkında nazil bolgan. Yani biri Necran papası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı gelip, ey Muhammed, günahlarını mı taqdir deb o'ylamsan, hargiz undaq emas degan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Sizlar Alloh bilan jidallashuvchilarsizlar dedi. Shu chaqda bu oyatlar nozil bo'ldi. Ya'ni gunohkorlar haqiqatan dunyoda gumrohlikdadir, oxiratda do'zaxdadir. Ular do'zaxda dum yotqizilib so'riladigan kunda ularga do'zaxning azobini tetinglar deyildi. Biz haqiqatan hamma narsani taqdir bilan o'lchamlik yaratdik. Sura Qamar 47-oyatdan 49-oyatgacha. Qadariya toifasi Alloh bilan jidallashuvchilar deb ataldi. Chunki ular bandalarning ishlarining oldinala taqdir qilinib, ondan shu ishlar tufayli azob qilinishini to'g'ri deb qarmaydi va bu to'g'rida Alloh bilan jidal qiladi. Shuning uchun ularga bu ism berilgan. Hasan Basrning mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Allohning nomi bilan qasamki, Qadariya toifasiga oid kishilar ko'p ro'za tutib, o'roqlab, tanidek bo'lib qolgan. Ko'p namoz o'qiydiganlikdan o'qiyadek mushjib qolgan taqdirdimi, Alloh ularni do'zaxga dum tushirdi. Ondan ularga do'zaxning azobini tetinglar, biz haqiqatan hamma narsani taqdir bilan o'lchamlik yaratdik deydi. İbn Javzining Zadul Masir nomli tafsiri 8-jilddan 102-jildlar. İbn Ömer raziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: hamma narsa, hatto dötlik ve aqlmi taqdir qilinadi. İmam Muslim, İmam Malik ve İmam Ahmed rivoyat qilgan sahih hadis. İbn Abbas raziyallohu anhuma hamma ishning taqdiri o ishning vujudga chiqishdan burun Lavhul Mahfuzga yezilib bo'lgan deydi. İbn Javzining Zadul Masir nomli tafsiri 8-jild 102-jildlari. Alloh taolo Sura Saffotning 96-oyatida mundoq deydi. Halbuki sizlarni va yasagan narsalarni Alloh yaratgandir. İbn Jarir bu oyatning tafsiri haqida to'xtalib, bu oyat mundoq ikki xil ma'noni ifodalaydi. Biri Alloh sizlarni va amalinglarni yaratdi degan ma'noni, yana biri Alloh sizlarni va o'z qo'llaringlar bilan yasaydigan butlarni yaratdi degan ma'noni ifodalaydi deydi. Bu oyat bandalarning qilmishlarining yaratilganligini ko'rsatib berdi. To'g'risini Alloh bilguchidir. Sura Shamsning 8-oyatida Alloh taolo mundoq deydi: uningga yaxshi yomonni bildirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq deydi: shak shubhisizki Alloh taolo ba'zi qavmga
marhamat qilib yaxshilikni ato qildi. Ondan ularni rahmatiga daxil qildi. Yana ba'zi qavmga balo berib, ularni xor qildi. Ularning qilmishlarini aybladi. Ular Alloh mubtilo qilgan balodan qutulolmadi. Shuning bilan Alloh ularni azobladi. Alloh odildir. Sura Anbiyaning 23-oyatida bo'lsa Alloh taolo bunday deydi. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilinadi. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi, bandalardan savol so'roq qilinadi deydi. Shuningga qarindoshlar Alloh nimishga anda qildi, madaq qildi, anda qilsam, madaq qilsam, musulmonlarga yordam bersa bo'lmamdi. Allah nimishki musulmonlarga yordam bermaydi deganda gaplarni qilishga bo'lmaydi. Chunki u Allohning hukmiga xilof, Alloh qarshi. Bu yerda Sura Anbiyaning 23-oyatida aniq qilib Alloh taolo bayon qilyapti. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ularning savol so'roq qilinadi. Chunki ya'ni bandalarning savol so'roq qilinadi deydi. Agar Allohning qilmishlaridan savol so'roq qilmoqchi bo'lsa, o adamның aqibati intayin ig'ir bo'ladi. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Qadariya bu ummatning majusilaridir." Abu Davud, Ibn Majah, Imom Ahmad va Ibn Abu Asim rivoyat qilgan, Albani hasan degan. İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamma ummatning majusi bor va bu ummatning majusi taqdir yo'q narsa har ish yangi yuz berdi deb bildirlaydi. Ularga yo'liqsanglar, mening ularni adajuda ekanligimni, ularning mendan adajuda ekanligini ularga aytib qo'yinglar degan. İmam Muslim, Abu Davud, İmam Tirmizi ve İmam Ahmed rivoyat qilgan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem sözünü davom qilib, "Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, ularning birida Uhud tog'idak oltin bo'lib, uni Alloh yo'lida sarf qilgan taqdirdimi, taqdirga, ya'ni yaxshilik va yomonlikning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligiga iman etmog'icha qabul qilinmaydi degan. Mana bu yerda taqdirni o'zimiz belgilaymiz degan insonlarning oqibati aniq bayon qilinyapti. Taqdirni o'zimiz belgilaymiz deganlar. Taqdir Alloh tomonidan belgilandi. Agar uni qabul qilmaydi ekan, u qanchalik Uhud tog'idak oltin bo'lib, uni Alloh yo'lida taqdir sarf qilgan taqdirdimi, onunki işleri, qilgan ishlari Alloh tomonidan qabul qilinmaydi dedi. Qabul qilinmaydi. Bu hadis sahih hadis. Taqdirga ishonmagan odamning Alloh yo'lida qilgan har qanday ishlari, har qanday cho'ng ishlari Alloh tomonidan qabul qilinmaydi. Qabul qilinmaydi. Jibril alayhisalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishiga kelib, uningdan iman degan nima deb so'raganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam iman degan Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga, taqdirga, ya'ni yaxshilik va yomonlikning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligiga ishonishdir deb javob bergan. Bu imonning aniqlamasi. Imonning aniqlamasini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ummatlari bo'lgan biz bandalarga o'gitish uchun Alloh taolo Jibril alayhisalomni avatib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning og'zi bilan iymon deganning nimaligiga mana shunday javob bergan. Allohga iymon keltirish kelsa, u Alloh taoloning bor va birligini, kattalik va kamallik bilan sifatlanganligini, barliq nuqsonlardan pok ekanligini chin dilidan tasdiqlash
shundoqla uning hech sherigi yo'q, yakki yigona, hamma uningga muhtoj. U barliq mahluqotlarni yaratgan, mahluqotlarni xohlaganicha tasarruf qiladi, mulkida xohlagan ishni vujudga chiqaradi deb qabul qilishdan iborat. Mana bu Allohga iymon keltirish. Agar Allohga mana shunday iymon keltirmasa, u insonning bu dunyoda qilgan yaxshi amallari Alloh tarafidan qabul qilinmaydi. Farishtalarga iymon keltirish kelsak, ularning Allohning bandalari ekanligini tasdiqlashdan iborat. Alloh taolo Qur'on Karimda ularni sifatlab bundoq degan. Ya'ni sura Anbiyaning 26-oyatidan 28-oyatiga farishtalar Allohning hurmatli bandalaridir. Ular Allohga oldi bilan so'z qilishga petlanmaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi. Alloh ularning qilganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turdi. Ular Alloh rozi bo'ladiganlarga shafaat qiladi. Allohning haybasidan titrab turdi. Oyat. Sura Anbiyaning 26-oyatidan 28-oyatigacha bu oyat. Mana bu farishtalarningki sifatlari Alloh taolo bayon qiladi. Farishtalar Allohga oldi bilan so'z qilishga petlanmaydi. Ammo banda nankor, tuzkor bo'lg'achqa Allohga so'z qildi. Allohning zoti sifatlariga qarshi, hatto Allohni choq-choq o'rinda ko'rib ayblaydi. Allohga qarshi nurg'ishdan qiladi. Shuning bunday ishlarni saqlanish kerak. Chunki do'zaxni Alloh taolo farishtalar uchun emas, bandalar uchun yaratgan. Shundoq bo'lg'achqa Alloh taolo insonlar shundoq yomon ishlarni qilishini bilgachga do'zax bilan jannatni yaratib, Alloh yo'lida pok mustahkam manganlar jannatga, Allohga osiylik qilganlar do'zaxga kirdi deb tayyorlab qo'ygan. Payg'ambarlarga iymon keltirish kelsak, ularning Alloh taolo tarafidan ilib kelgan vahiylarni yetkazishda rostchil ekanligini, Allohning ularning rostchil ekanligini ko'rsatib beradigan ro'shan mo'jizalar bilan quvvatlaganligini, ularning Allohning amr farmonlarini insonlarga nihoyat ochiq yetkazganligini, ularni hurmatlashning lozimligini, ularni bir-biridan hargizmo ayirib etmaslikni tasdiqlashdan iborat. Bu yerda payg'ambarlarga iymon keltirishning markaziy ideyasi, aniqlamasi bayon qilinadi. Eng oxirida bir jumla gap intayin muhim, ularni bir-biridan ayirib etmaslikni tasdiqlashdan iborat deydi. Bu nima uchun muhim dedim deganda, hozirgi bizningki aramızda paydo bo'lib qolgan bir turkum ozg'unlarningki o'tirib qo'yayotgan gapi uchun muhim deyapman. Lekin bu sifatlarning hammasi muhim. Lekin bizningki Uyg'urlarning orasida hozir paydo bo'lib qolgan bir turkum ozg'unlar payg'ambarlarning rasullarga itoat qilamiz, nabiylarga itoat qilmaymiz deb bir narsa paydo qildi. Bu yerda bir-biridan hargizmi ayirib etishga bo'lmaydi deydi. Ular ayiradi. Andan ularning qilmishlari shariatga xilof, islomga xilof, dinimizga xilof. Shuning uchun ular ozg'unlar bo'ldi. Oxirat kuniga iymon keltirishga kelsak, qiyomat kunini o'lgandan keyin tirilishni, mahshargohga haydilish va toplanishni, hisob kitobga tortilishni, tarozini, pilsirat ko'rikni, jannat va do'zaxni, undan boshqa u kunda yuz beradigan ishlarni tasdiqlashdan iborat. Jannat yaxshi ish qiluvchilarning turalg'i joyidir. Do'zax bo'lsa gunohkorlarning turalg'i joyidir deb itoat qilish. Taqdirga iymon keltirish kelsak, har qanday ishning oldin ola belgilanib bo'lganligini tasdiqlashdan iborat. Buni Alloh taolo
Sura Safatning 96-oyatida aniq ifodalab bergan. Ya'ni halbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Alloh yaratgandir deb. Undan boshqa Sura Qamarning 49-oyatida biz haqiqatan hamma narsani taqdir bilan o'lchamlik yaratdik deb aniq bayon qiladi, qarindoshlar. Aniq qilib bayon qiladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Bilginki, barliq insonlar sana biror narsa bilan foyda yetkazish uchun to'plangan taqdirdimi, Alloh sana taqdir qilgan narsadan boshqa narsa bilan foyda yetkazolmaydi. Qalamlar allaburun ko'tarildi, batlar qurib bo'ldi." Demak, bu hadisda bütün insanlar yig'ilib, bütün dünyadagi insonlar yig'ilib, sana bir yaxshiliklarni yetkazish uchun harakat qilgan taqdirdimi, Alloh taolo sana taqdir qilgan narsadan hech nimani ortiq bir ish qilolmaydi dedi. Hech nimani ortiq. Bir boy umrda qanchalik tirishgan bilan Alloh taolo taqdir qilgan narsadan bir tin ortiq iqtisodga ega bo'lolmaydi. Bir kambag'alning turmushi Alloh taolo taqdir qilgandan alohida battar bo'lib ketmaydi. Alloh taolo taqdir qilgandan bir tin uyoq bu yoq nacharlab ketmaydi. Uning taqdiri shunchalik. Boyga yaratgan, boyga taqdir qilgan narsani shu boy har xil Allohning ko'rsatgan yo'llar bilan tirishib shu Alloh taqdir qilgan mol dunyoni topadi. Kambag'alga taqdir qilgani Allohning shunchalik bo'g'ashqa shu har xil o'rinliq, har xil sabablar tufaylidan shu narsaga erishadi. Uning ortiqqa erishilmaydi. Bu oyat nimada hadisda bayon qilinayotgani, qalamlar allaburun Allohning dargohiga ko'tarilib bo'ldi, chunki taqdirni yozgan. Shu yozilgan batlar qurib bo'ldi. Uni qayta yozilmaydi deyapti. Shuningga qarindoshlar, taqdirga ishonishimiz kerak. Taqdirga ishonmagan odam Allohga osi bo'lgan bo'ladi. Ilgari va keyin o'tgan o'limalar yuqorida bayon qilingan ishlarni chin dildan tasdiqlagan, hech shak qilmagan va ikkilanmagan kishining haqiqiy mu'min bo'lganligini ilgari surdi. Mayli u kishi qat'iy dalillarning yordami bilan mushu e'tiqodga kelsin yoki o'zligidan mushunda e'tiqodga kelsin, o'xshashda u haqiqiy mu'min bo'ladi. Agar unda qilmagan bo'lsa, u Allohga osi bo'lgan bo'ladi. Taqdirga ishonmasa, Allohga osi bo'lgan bo'lib, qiyomat kuni uni ko'rgan kuni ig'ir bo'ladi. Chunki Alloh taolo taqdirni allaburun yozib bo'ladi. Bu narsa har qanday odamning qalbida oydin bo'lishi kerak. O'limalar insonlarning ba'zi so'zlarining kufrlik bo'lganligini ochiq bayon qilgan bo'lib, o so'zlar tuvandikcha. Buni qarindoshlar bilib olishimiz kerak. Birinchisi, Allohning go'zal ismlaridan birini yo buyrug'ini, yo va'dasini, yo ogohlantirishini masxara qilish kufrlik bo'ladi. Ikkinchisi, birov Alloh meni paloni ishni qilishga buyurgan bo'lsa, men uni qilmaydim deb kafir bo'ldi. Uchinchisi, agar birisi qibla bu tarafda bo'lib qolgan bo'lsa, u tarafga qarab namoz o'qimaydim deb kafir bo'ldi. Dördüncüsü, agar biri yana biriga namozni tashlamagan bo'lmasa Alloh seni jazolaydi deganda, u uningga kasal bo'lib qolganligim va ig'ir kunda qolganligim uchun o'qiyolmagan namozimga Alloh meni jazolasa, u menga zulm qilgan bo'ldi desa kafir bo'ladi. Beshinchisi, agar biri yana biriga tırnaqlarini olgin, chunki tırnaqni ilish sunnatdir deganda, o onunla sünnet bo'lgan taqdirdimi, men olmayman desa kafir bo'ladi. Ve altıncısı, agar biri falanchi mening ko'zimga Yahudiyda ko'rinadi desa kafir bo'ladi. Yettinchisi, agar biri Alloh taolo adolat yurgizish uchun o'ltirdi desa yoki adolat yurgizish uchun o'rnidan turdi desa kafir bo'ladi. Agar 8-si, agar biri bir musulmonga Alloh oqibatini xayrli qilmasin, iymonini ilib olsin desa kafir bo'ladi. 9-si, birov
yana birovning qasam ichishini talab qilsa, u Allohning nomi bilan qasam ichmoqchi bo'lganda uningga taloqni tilga ilib qasam ichgin desa kofir bo'ladi. Onisi o'limalar birining yana biriga seni ko'rsam o'likni ko'rgandek bo'laman desa kofir bo'ladigan yoki bo'lmaydiganlik haqida ixtilof qilishgan. Yana ba'zilar kofir bo'ladi degan. 11-si agar biri falonchi payg'ambar bo'lgan bo'lsa, uning iymon keltirmaydim desa kofir bo'ladi. 12-si agar biri falonchining degini to'g'ri chiqsa edi, nijot topatdiq desa kofir bo'ladi. 13-si agar biri dinni masxara qilish yoki tahoratsiz namoz o'qishni halol sanash yuzasidan tahoratsiz namoz o'qisa kofir bo'ladi. 14-si ikki kishi jidallashib qilgan bo'lib, biri la havla va la quvvata illa billah deganda, yana biri la havla va la quvvata illa billah deganing hech narsaga arzimaydi desa kofir bo'ladi. 15-si agar biri muazzinning azanini anglab u yolg'on so'zlaydi desa kofir bo'ladi. 16-si agar biri qiyomatdan qo'rqmayman desa kofir bo'ladi. 17-si agar biri yuk taqinlarini tushirib uni Allohga topshirdim deganda boshqa biri uni o'g'rini tutmaydigan zotga topshirdim desa kofir bo'ladi. 18-si agar biri o'zini imomga o'xshatib egiz bir joyga chiqib o'ltirsa, ondan boshqalar uningga masala so'rab kulki qilsa yoki bir qacha tomoq ilmdan yaxshidir desa kofir bo'ladi. 19-si agar biri musibatga yo'liqqanda bola chaqamni, mol mulkimni oldim, endi qanday qilamiz desa kofir bo'ladi. 20-si agar biri bolasini yoki qulini urganda boshqa biri uni ko'rib sen musulmon emasmi desa, u qasddan yo'q desa kofir bo'ladi. Agar biri Alloh taolo zinoni, odam o'ldirishni, zulm qilishni harom qilmagan bo'lsa edi deb orzu qilsa kofir bo'ladi. 22-si agar biri beliga shoyni bog'lab olib, bu nima deb so'ralganda zunnar, qimmatbog'liq, belvoq yoki kamar desa, ko'pincha o'limalarning fikriga asosan kofir bo'ladi. Agar 23-si agar biri Yahudilarning bolalarini o'qitish musulmonlarning bolalarini o'qitishdan yaxshidir, chunki Yahudilar bolalarini o'qituvchilariga bir narsa beradi desa kofir bo'ladi. 24-si agar biri o'tparast nasoradan yaxshidir desa kofir bo'ladi. 25-si agar biriga iymon degan nima deyilganda u bilmayman deb javob bersa kofir bo'ladi. Sening dining yo'q, sening iymoning yo'q, sening iymoniy ishonching yo'q, sen gunohkor, sen munofiq, sen fosiq degandek so'zlarmi yuqoridagiga o'xshashli qabih va yomon so'zlardir. Bu so'zlar va bularga o'xshash so'zlarning hammasi harom bo'lib, bandaning bu so'zlarni qilganlik sababidan iymoni chiqib ketish va do'zaxga mangu kirib ketish xavfi bor. Ulug' va mehribon Allohga iltijo qilib, bizni Qur'on va sunnatga muvofiq amal qiladigan musulmonlardan qilib vafot topqizishini tilaymiz. Allohdan bütün gunohlarimizga mag'firat tilaymiz. Shak shubhasizki Alloh nihoyatda mehribondir, nihoyatda shafqatlidir. Qarindoshlar, yuqorida 25 turlik gap so'zlar bizning turmushimizda normal uchraydigan gap so'zlar bo'lsa-mu, bular dindan chiqarayotgan gap so'zlar ekanligini o'limalar birlik kelib o'tirg'i qo'ygan masalalarga, bu masalalarga diqqat qilishimiz kerak. Bu masalalar mening ideyalim emas yoki men o'ylab chiqarib olganim emas, o'limalarniki o'tirib qo'ygan, o'limalarniki maslahatdan o'tgan, o'limalarning muzokarasi bilan o'tirg'i chiqqan masalalarga bu ishlarga diqqat qilaylik. Alloh taolo darslarimizni manfaatli qilsin.